Bugun sizlarga biz Regis Online'da qanday mahsulot yaratishni ko'rsatib o'tamiz. Birinchi o'rinda nomenklatura va kontragentlarga kirib, nomenklatura bo'linmasini ochib, nomenklaturaga kiramiz. Bu yerdan biz birinchi o'rinda guruh yaratamiz. Va saqlaymiz. Bizda oziq-ovqat bo'linmasi ochildi. Endi esa yaratish tugmasini bosib mahsulotni yaratamiz. Mahsulot nomini kartoshka qilib qo'yamiz. Bu yerda boshqa bo'linmalar talabga qarab to'ldirib boriladi. Hozir bizga esa guruh kerak bo'ladi. Ochgan guruhimizni tanlab olamiz. Bizda kartoshka kilolik mahsulotligi uchun o'lchov birligida kilogramm mahsulotini tanlaymiz. Agar biz soliq to'lovchi bo'ladigan bo'lsak 12%, ligotada bo'lsa bizda 0%, soliq to'lamaydigan bo'lsak biz index qo'yib boramiz. Va aytib o'tganimdek, boshqa bo'linmalar talabga qarab to'ldirib boriladi. Oziq-ovqat bo'linmamizga kirib turib, kartoshka mahsulotimizni ko'rsak bo'ladi.